Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediyye levlâ en hedânallah. Vessalâtu vesselamu alâ Resulillah ve alâ âlihi ve sahbihi ve men vâlâ emmâ ba'du. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz ilgirki saatlik derslerimizde qalbni buzg'uchi omillardan haromlarga, nomahremlarga qarash bu qalbni buzg'uchi omillarning qatoridan bo'lgan bo'lsa, biz bu temalarni so'zlab o'tgan bo'lsak, endi bu qitimliq darsimizda so'zlaydigan temamiz ko'zni haromdan yumishning foydasi. Inson ko'zini nomahremlardan yumgan chog'da bularga qandoq foydalar kelib chiqadi degan temalarga to'xtalib o'tamiz. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'zni nomahremlardan, haromlardan yumish haqida xitob qilib va ko'zni yumgan chog'da uningdan chiqadigan foydalar haqida xitob qilib mundoq degan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Zalika azka lahum. Innalloha xabirun bima yasnaun. Ey payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, siz mu'minlarga aytingki, ular ko'zlarini nomahremlardan yumsin. Ular avratlarini haromdan saqlasin. Shunda qilish ularga yaxshidir va ularning eng pok bo'lishiga loyiqdir. Shak shubhasizki Alloh subhanahu va taolo ularning qilgan barliq ishlardan xabardordir dedi. Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda zalika azkalahum. Ular ko'zlarini haromdan yig'ish ular uchun yaxshidir. Shunda qilsa ularningki pok bo'lishiga sabab bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo bu yerdagi poklikni, qalbning pokligi bayon qilgan bu oyatni ko'zni yumishdan va avratni haromdan saqlashdan keyin bayon qildi. Shunga ko'zni haromdan saqlashningki, haromlarga qarashdan ko'zni yumishninki bir qancha turli foydalari bor. Ularning birinchisi, inson qachoniki ko'zini nomahremlarga qarashdan yumganda, nomahremlarga qarashdan saqlangan chog'da u insonning qalbida iymonning halovati bo'ladi. U iymonning halovatining lazzatini tetiydi. Iymonning halovatini tetish va iymonning halovatining lazzatini tetish u inson nisbatan eng shirin, eng pok bo'lgan lazzat. Mana bu inson shu ko'zini nomahremlarga qarashdan ko'zini burg'andanki lazzatimi bakroq lazzat bo'ladi. Ya'ni inson ko'zini nomahremlarga qaragan chog'da o'zida his qiladigan bir xil lazzat bo'ladi. Mushu lazzatdimi necha hassa ortiq bo'lgan bir lazzat u insonning qalbida shakllanadi. Chunki u inson nomahremlarga qarash orqali o'zini bir huzurlantiradigan bir huzurni Alloh tabarak va taolaning roziligini ko'zlab u tark etdi. Alloh qaramang debdi, qaramay, mush qaramasam Alloh mendan rozi bo'ldi ekan deb turib Alloh uchun tark etgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uning o'rniga uning yaxshiroqni to'liqlab beradi. İnsanning nafsi davomli chiroyli narsalarga qarash bilan fitratlangan. İnsanning qalbi davomli chiroyli narsalarga qarashga amroq, shuningga oshiq bo'ladi. Ko'z degan u davomli qalbning kuzatuvchisi va qalbga yo'l boshlab mangunchi hisoblanadi. Shu ko'z davomli ko'rgan narsalarni qalbga yetkazib beradi. Shunga qalb ko'zni avatidi. Qalb ko'zga buyruq qiladi. Uning qara, buning qara deb qalb buyruq qiladi. Shuning bilan ko'z qaraydi. Qachoniki bu qalb ko'zga chiroyli narsalarga qarashga buyruq qilgan chog'da ko'z shuning qaraydi-da, ondan ko'z qalbga u narsalarningki ishtiyoqini yetkazadi. Shuning bilan qalb uningga harakatlanadi. Qachoniki mana mush insonning ko'zi mushundaq narsalarga, harom narsalarga qarashdan, ularni ko'rishdan to'xtagan chog'da qalb orom topadi. Qalb shu chog'da har xil narsalarni iroda qilish, talab qilishninki kulfatlaridan orom topadi. Qachoniki qalb ko'zga buyruq tushirib, har xil narsalarga qarashga buyruq tushiraversa, ko'z haromlarga qaraversa, hatto qalbmi buningdan hasratlanadi, u azoblanadi. Chunki inson bir narsaga qaragandan keyin darhol uni yaxshi ko'radigan muhabbat tug'iladi. Chiroyli narsaga qarasa, shuningga erishgisi keladi. Shu sababdan qalb uningga aloqador bo'lgan narsalarni darhol taqsa, uning qaramasa, shuning bilan u qalb
aram topadi. Qalb kuchiydi. Qachoniki qalb shu narsalarga qarasa, shu narsalarga erish ishtiyoq kuchiydi, uning oshiq bo'ladi. Shuning bilan u xuddi qarzdor qarzini to'lamasa bo'lmagandek, mana bu qalb shu narsalarga erishmaguncha qanoat topmaydigan, to'xtamaydigan bo'lib qoladi. Xuddi qarzdor bir qarzdor odam qarzini to'lamasa, toki u odam ko'ngli aram topmagandek, mana bu qalbmi shuning o'xshash bo'lib qoladi. Mana bu qalbni chekdan oshgan holatga bir yaxshi ko'rishga olib qo'ydi. Bu insonga yetkazadigan eng cho'ng xatarlarning biri hisoblanadi. Agarda qalbga ma'lum bir narsa tushib qolgan chaqda, u chaqda qalb shu narsaning asiriga aylanib qoladi. Aslida qalb bir xo'jayin bo'lgan bo'lsa, podshoh bo'lgan bo'lsa, lekin qalbga shu oshiqlik, ishtiyoqlik tushib qolgandan u qalb shu narsaga erishmaguncha, shu erishmoqchi bo'lgan narsaning oldida bir qulga aylanib qoladi. Mana bu o'zining qalbini boshqara olmagan kishiningki oqibati shunday bo'ladi. Bu chaqda bu qalb u bir qulga aylandi. Burun qalb butun badanni kontrol qiladigan bir boshliq aylangan bo'lsa, bu chaqda qalb qulga aylanib qoladi. Bu insonningki mana ko'zini yumishdan kelib chiqadigan mushunaq foydalar bor. İnsan ko'zini yumgan chaqda iymonning halovatini tetiydi, iymonning lazzatini tetiydi. Allah uchun Allah'ning roziligini ko'zlab harom narsaga qarashni tark etgan chaqda Alloh tabarak va taolo uning o'rniga uningdan yaxshiroqni to'liqlab beradi. Mana bu harom narsaga qaragan qalb Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rishdan, Allohga ixlos qilishdan forig' bo'lib qoldida, mana bu musibatlar bilan sinilib qoladi. Agar qalb bir narsani yaxshi ko'rishga aloqador bo'lsa, jazman u yegani Allohni yaxshi ko'rish kerak. Yegan ilohi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo qulchilik qilish kerak, buning g'ayriga bog'lanmaslik kerak. Qachoniki insonning qalbi harom narsaga qarashdan yumilgan chaqda, insonning ko'zi harom narsalarga qarashdan yumilgan chaqda, insonning qalbi Alloh bilan aloqador bo'ldi ekan. Mana bu haqda Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhisolamning holatlarini bayon qiladi. Bayon qilib aytadiki, "Kazalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadinal mukhlasin." Biz Yusuf alayhisolamdan yomonliklarni va qabih gunoh ishlarni biz ketkizib o'tdik. Haqiqatan u bizning ixlosman, muxlis bandalarimizning qatoridan edi deydi. Ayni vaqtida Azizning ayoli, ya'ni shu Misrning podshosi deyiladi. Azizning ayoli u mushrik edi, kofir edi, iriba ayol edi. Yusuf alayhisolamga oshiq bo'ldi. Yusuf alayhisolamga erishmoqchi bo'ldi. Yusuf alayhisolam bilan zina qilmoqchi bo'ldi. Tasavvur qilib boqing. Shu chaqda Yusuf alayhisolam to'y qilmagan, bo'ytoq, o'zi yoshlikka urg'ib turgan bir yigit edi. U Misrning podshosining ayoliga kelsak, u Yusuf alayhisolamni ayrim bir hujraga chaqadi. Ishiklarni taqidi. U Yusuf alayhisolam uchun yasandi, zinnatlandi. Ondan Yusuf alayhisolamni zinoga chaqadi. Shu chaqda Yusuf alayhisolam zina qilgan bo'lsa, tamoman qila oladi. Zina qilish sharoit bor. Hech kim ko'rmaydi. Ayrim uyning ichida ishiklar taqalgan, ayol ikkisi xoli qolgan holatda edi. Lekin Yusuf alayhisolam shu chaqda inni axafulloh, men Allohdan qo'rqaman deb ko'zini shu haromga, nomahramga qarashdan ko'zini yumdi. Yuzini burib oldi, ko'zini boshqa tarafga burib oldi. U ayoldan qochdi. U ayol Yusuf alayhisolamning keynidan qo'g'ladi. U ayol Yusuf alayhisolamni haromga boshildi. Yusuf alayhisolam haromdan qochdi. Ko'zini haromdan burabdi. Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhisolamni zinohdan, fohishidan, qabih ishdan saqlab qoldi. Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhisolamni bizning muxlis, haqiqiy ixlosman bandalarimizning edi deb Yusuf alayhisolamni sifatladi. Mana bu holatlar. Mana bugun kunlikda yoshlarga eng yetakchi ulga Yusuf alayhisolam. Qaysi bir musulmon Alloh subhanahu va taoloning roziliqini ko'zlab, haromlarga qarashdan ko'zini tortgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uningdan yaxshisini, uningdan esilni beradi. Qarab boqing, ayni vaqtida Musa alayhisolam o'zini iffatlik tutgan, pok edi, taqvodor edi, hayoliq edi. O'zini iffatlik tutibdi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisolamni Misrdan Madyanga hijrat qilg'izib, Madyanda Shuayb alayhisolamning pok, taqvodor, hayoliq qizini rizq qilib berdi. Eng pok kishilarga,
eng taqvodor kishilarga, eng pok taqvodor kishilar mansub. Qandaq bir ayol o'zini pok tutgan bo'lsa, hayoliq, iffatlik tutgan bo'lsa, Alloh tabaraka va taolo uningga pok iffatlik kishini rizq berdi. Shuayb alayhisalomning qizlari hayoliq edi. Alloh subhanahu va taolo Shuayb alayhisalomning qizlari haqida guvohlik berib, ularni hayoliq deb sifatlagan. Nayt hayo qilgan holatda keldi deb Alloh subhanahu va taolo sifatlagan. Shuayb alayhisalom qizlarini shunday hayoliq tarbiyalagan. Ular shunday hayoliq bo'ldi, o'zining iffatini saqlabdi. Alloh tabarak va taolo shu qizlarga jiroq bir joydan, shu Madyandagi shu kishilardan emas, balki Misrdan Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalom keltirib berdi. Musa alayhisalomdek taqvodor, omonatdor, ishonchlik, kuchlik bo'lgan bir payg'ambarni ularga rizq qilib, jubda halol qilib berdi. Mana bu har bir inson Alloh roziligini ko'zlab iffatlik bo'lgan bo'lsa, ko'zlarini haromdan saqlagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uningga dunyolikda ham katta ne'matlarni ato qiladi. İmani jihatdan ham uningga iymonning halovatini, iymonning lazzatini uningga beradi. Alloh subhanahu va taolo ularni dunyoda mukofotlagandek, oxiratda mukofotlaydi. Qandaq bir odam mening ayolim haromlar qaramasin desangiz, sizmi haromlar qaramang. Qandaq bir ayol mening erim haromlar qaramasin desangiz, sizmi haromlar qaramang. Qandaq bir o'g'il bola men iffatlik, taqvodor, pok ayolga o'yinel desangiz, sizmi avvalan iffatlik, pok, taqvodor bo'ling, haromlardan saqlaning. Qandaq bir qizchaq men iffatlik, taqvodor, solih bo'lgan bir er kishiga o'yinlay deb buni orzu qilgan bo'lsa, avvalan o'zi iffatlik bo'lsin, taqvodor bo'lsin, ko'zlarini haromdan yig'sin. Alloh tabarak va taolo uningga iymonning halovatini rizq qilib berdi va uningga taqvodor, pok, iffatlik, omonatdor shunday kishilarni uningga rizq qilib berdi. Mana bu ko'zni haromdan yig'ishning foydalaridan bo'lgan bir foyda. Ya'ni u inson ko'zni haromdan yiqqan chaqda iymonning lazzatini, iymonning halovatini tetiydi. Ikkinchi foyda, inson ko'zini haromga qarashdan yumgan chaqda Alloh subhanahu va taolo uning qalbiga nur ato qiladi. Va uning aql parosati yiroqni ko'rarligi, oldin ko'rarligi texmo to'g'ri va sog'lom bo'ladi. Bu haqda Abu Shuja Karmani rahimahulloh mundaq degan: qandaq bir odam o'zining sirtqi ko'rinishini sunnatga agishish, payg'ambar alayhisolamning sunnatini o'ziga o'lcham qilish bilanovat qilgan bo'lsa va o'zining ichki qalbini, mohiyatini davomli meni Alloh ko'rib turadi, Alloh ko'zitib turadi deb Allohning o'ziga kuzatchi, nazoratchi qilib yashagan bo'lsa va o'zini shahvatlardan tizginlagan bo'lsa, kontrol qilgan bo'lsa, o'zining ko'zini haromlardan, nomahramlardan yumgan bo'lsa va u odam halol narsalarni yeyishga odat qilgan bo'lsa, uning aqli qat'iy xatolashib qolmaydi. U odamningki farosati qat'iy xatolashmaydi. Ya'ni u odam davomli to'g'rini tafakkur qiladi, to'g'rini ko'radi, bir narsani oldin to'g'ri mo'ljallaydi. O'zining mo'ljarida hargiz xatolashib ketmaydi deydi. Alloh subhanahu va taolo ko'zini haromdan saqlagan kishilarning qalbiga haqni ko'radigan nur ato qildi ekan va bir narsani oldin faraz qila oladigan, bir narsaning to'g'ri xatoligini faraz qilib o'lchalaydigan mudaq aql, farosat ham, ziraklik, ho'shyorlik ham Alloh taolo uni ato qildi ekan. Mana bu ko'zni haromdan saqlagan kishilarga Alloh subhanahu va taolo ato qilgan katta ne'matlarning biri. Mana bu vaqt Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda mu'min erlarni va mu'min ayollarni ko'zlarini haromdan yig'ish, harom qaramaslikqa buyurdi. Alloh taolo mu'minlarni ko'zlarini haromdan yig'ishga buyurish, avratlarini harom saqlashga buyurib bo'lgandan keyin nima dedi? Allohu nurus samawati val ard. Alloh subhanahu va taolo osmon zaminning nuridir dedi. Mana har qanday mukofot shu amalning turidan bo'ladi. Qanday bir odam Alloh subhanahu va taolo uningga qarashdan to'sgan harom narsalardan ko'zini yumgan bo'lsa, Alloh tabarak va taolo uning o'rniga shuning jinsidan bo'lgan, uningdan yaxshiroq bo'lgan bir narsani Alloh to'liqlab berdi degan. Qanday bir odam o'zining ko'zining nurini Allohning maxluqotlaridan uning qarash harom qilgan narsadan to'xtata olgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uning basirat ko'zini, haqni ko'radigan ko'zini, qalb nurini Alloh taolo kemir qilib beradigan, ichib o'tadigan. U odam shuning bilan hatto ko'zi ko'radigan kishilar ko'rolmagan ba'zi narsalarni ko'ra oladi ekan.
Ba'zi kishilar ko'zi ko'rdi, intayin ro'shan. Ko'zining ko'rish quvvati pek yuqori. Lekin ular Alloh subhanahu va taolo cheklagan haromlardan ko'z yig'magan. Haromlarga qaragan, nomahramlarga, nomahram suratlarga qaragan, nomahram filmlarga qaragan, nomahram ayollarga qaragan. Ayollar nomahram erlarga qaragan mushunday holatlarda u insonning qalb ko'zi ko'rmaydigan bo'lib qoladi. Bundaq kishilar ko'ranmagan narsalarni, bundaq kishilar bayqayanmagan narsalarni ko'zni haromdan saqlagan kishilarga Alloh subhanahu va taolo berdi ekan. Ular bayqayalaydi ekan, ko'ralaydi ekan. Mana bu katta foydalar. Buning 3-chi foydasi insonning qalbi kuchaydi ekan va qalbi mustahkam bo'ladi ekan, qalbi bag'asi shijoatlanadi ekan. Alloh subhanahu va taolo uningga nusratga, g'albiga ega bo'ladigan kuch-quvvatning sultonligini ato qildi ekan. Xuddi Alloh subhanahu va taolo uningga har qanday bir narsalardagi dalil isbot pokit hujjatni bayqayalaydigan nur ato qilgandek, uning ham kuch-quvvat sultonligini ato qildi ekan. Shuning bilan shayton uningdan qochdi ekan. Asarlarda kelishicha, o'zining havo havasiga muxolifatchilik qilgan, o'zining nafs xohishiga ergashmagan kishidan shayton uning soyasidan qochidi deb shundoq deyilgan ekan. Buni qaraydigan bo'lsak, buning misollarining qatoridan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu haqda shundoq ching turgan, haromlardan saqlangan, Allohning buyruqlariga shundoq bo'ysungan. Alloh tabarak va taolo to'sqan har bir narsadan vaqqof, ajoyib deb to'xtagan. Alloh qandoq bir narsani harom qilgan bo'lsa, uning keskin to'xtagan zot edi. Allohning muharramotlaridan shundoq to'xtabdi, shayton uningdan qochdi. Shayton Umar ibn Xattobni ozdirish emas, shayton Umar ibn Xattob mangan yo'ldan mengishga jur'atmi qilolmagan. Bu nereden keldi? Alloh tabarak va taolo bo'lgan taqvolik, Alloh cheklagan haromlardan ko'z yumish, haromlarni to'xtashdan kelgan Allohning katta ne'mati, iltifoti bo'lgan. Gunoh ma'siyat insonni xorliq olgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa itoat qilish, Allohning buyrug'iga bo'ysunish bu insonga izzatni olib keladi. Har qanday bir odam izzatga erishmoqchi bo'lgan bo'lsa, shuni bilib qolsinki, Alloh subhanahu va taolo cheklagan haromlardan to'xtaganda bu insonga izzat paydo bo'ladi. Siz Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga bo'ysunib, Alloh cheklagan haromlarni to'xtab, nomahramlarga qarashdan ko'zingizni yumsangiz, sizga izzat bo'ladi. Siz o'zining nafs xohishingizga ergashmadingiz, balki nafsingizni xor qildingiz. Allohga itoat qilib, o'zingizning nafsingizni xor qildingiz, o'zingiz nafsingizni bo'y egmadingizda, Alloh subhanahu va taolo o'zi uchun xor bo'lgan, o'ziga itoat qilaman deb o'zining nafsini xor qilgan kishini Alloh aziz qilib qo'ydi ekan. Allohga osiy bo'lgan kishini Alloh xor qilib qo'ydi ekan. Mana bu vaqtda Alloh tabarak va taolo Qur'on Karimda valillahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin. İzzat Allohga xos. İzzat Allohning payg'ambariga xos. İzzat mu'minlarga xos dedi. Yana Allah tabarak ve taala men kana yuridul izzete felillahil izzatu cemi'a. Qandaq bir odam izzat topmoqchi bo'lsa, shuni bilib qolsinki, izzatning hammasi Allohga xos dedi. İzzatni siz Alloh tarafdan topsiz. Allohdan boshqasini izzat topolmaysiz. Ya'ni siz izzat talab qilmoqchi bo'lsangiz, o izzatni Allohga itoat qilish bilan talab qiling. Pak gaplarni qilish bilan talab qiling, yaxshi amallarni qilish bilan talab qiling. Mana bu izzat. Allah buyurgan buyruqlarni ijro qilsangiz, Alloh qarmang degan ishga qarmasangiz, Alloh ko'zingizni yuming degan narsani ko'zingizni yumsangiz, Alloh tabarak va taolo sizga izzat ato qildi. İzzat nereden keladi? Alloh taologa itoat qilishdan keladi. Salaflarning ba'zisi mundaq degan ekan. Kishilar izzatlarni, hurmatlarni podshohlarning ishiklaridan talab qiladi. Ular o izzatni faqat Allohga itoat qilishdan topadi deydi. Siz podshohlarning, amirlarning, sultonlarning, hokimlarning ishiga berib, ularni izlab, ulardan izzat, hurmat kutmang. Topolmaysiz. Balki siz izzatni Allohga itoat qilishdan topasiz. Siz Allohga itoat qilgan muddatda boshqalar sizni hurmatlaydi, izzatlaydi. Siz Allohga osiylik qilsangiz, boshqalarning nazardagi sizning hurmatingiz, izzatingiz tushib ketadi. Buni diqqat qilish kerak. Hasanul Basri rahimahulloh shundoq degan ekan: agar kishilarga ularning ot qichirlari, uloqlari bo'ysunmasa, ittik mangmay asta mingib qolsa, shak shubasizki, mana bu ularning qalblaridagi ma'siyatning xorliqidandir deydi. Alloh subhanahu va taolo o'ziga osiylik qilgan kishini faqatlam xor qiladi deydi. Shuningdek, kimiki Alloh tabarak va taologa itoat qilgan bo'lsa, Alloh uni do'stidir. Alloh subhanahu va taolo
u Rabbini do'st tutgan kishini xor qilmaydi deb shundoq degan ekan. Buning dalili payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni qunut duosida o'qigan duoni dalil qilgan ekan. Innahu la yazillu man walayt va la ya'izzu man adayt. Ey Alloh, sen do'st tutgan kishini hech kim xor qilolmaydi, sen dushman tutgan kishini hech kim aziz qilolmaydi degan Rasulullohning bu duosini dalil qilgan ekan. Qarab boqing, salaflar bizning ilgari o'tgan salaf olimlari sizning ot uloqlaringizning sizga bo'ysunmasligi, hatto ittik mang'gan uloqlaringizning ittik mangmay asta mangadigan bo'lib qolishning o'zi bu nima desa, sizning Allohga bo'lgan osiyligingiz. Siz osiylik qilganligingiz uchun mushu ot uloqlaringiz ham sizga bo'ysunmaydigan bo'lib qoladi degan ekan. Shunga siz insonlardan izzat kutmoqchi bo'lsangiz, avvalan Allohga itoat qiling. Allohga itoat qilsangiz, insonlar sizni izzatlaydi, hurmatlaydi. Allohga itoat qilmasangiz, sizga hech qanday narsa bo'ysunmaydi, itoat qilmaydi. Bu izzatning ochkuchi. Inson ko'zlarini haromdan saqlagan chaqda, Allohga itoat qilib bo'ysungan chaqda, u insonga Alloh tabarak va taolo tarafidan bo'lgan bir izzat keladi ekan. Mana bu qalbning pokligi, qalbning pok bo'lishi ana nimaga bog'liq desa, bu qalbni tozalab turishga, Alloh cheklagan harom narsalardan tozalab turishga zich munosabatlik. Siz mening qalbim poklansin desangiz, shundoq Alloh cheklagan narsalarni yiroqlashingiz kerak bo'ldi. Mana bu vaqt Alloh tabarak va taolo sura Nurda "Valawla fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinnallohu yuzakki man yasha, vallohu samiul alim" dedi. Agar Alloh tabarak va taolo sizlarga ato qilgan fazl rahmat bo'lmagan bo'lsa edi, sizlardan hech qanday bir odamni mangu Alloh poklamagan bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zi xohlagan kishini poklaydi deb shundoq dedi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo zinoning harom qilganligini, bo'htonning harom qilganligini va zinoxo'rlikni nikohlashning harom qilganligini bayon qilib bo'lgandan keyin mana bu oyatni bayon qilib qo'ydi. Demak, siz Alloh taolo to'sgan haromlardan cheklangan chig'ingizda anandan poklana olasiz dedi. Ko'zlarni haromdan yumish, haromdan saqlash ham bu qalbning pokligiga naqadar muhim va ajoyib rol bo'lganligi uchun Alloh tabarak va taolo shariatda bizga boshqalarning uyiga kirmoqchi bo'lgan chaqda izni so'rash, eshikni chekish, uy egisi izni bersa andin kirish, bo'lmasa kirmaslikka Alloh buyurgan. Nimishqa? Chunki eshikni chekmay kirib qolsangiz, uydagi nomahramlarga, nomahram ayollarga, hijoblanmay qolgan, o'ranmay qolgan ayollarga, qizlarga qarab sanmang. Shu sababli ko'zlaringiz haromga tushib qolmasin, izzatdan ayrilib qolmang deb Alloh tabarak va taolo buning buyurgan. Bu vaqt Alloh tabarak va taolo va in qila lakum irji'u farji'u va azka lakum. Agar sizlar boshqalarning uyiga kirgan chaqda, uy kirmoqchi bo'lgan chaqda boshqalar sizlarga qaytib ketinglar deb kirishga izni bermasa, qaytib ketinglar. Mana bu sizlar uchun yaxshidir degan. So'ng biz boshqalarning uyiga kelgan chaqda uyning udildirib chekmaymiz eshikni. Eshikni yon taraf turib chekamiz. Bir qitim chekamiz, birdam to'xtaymiz. Ovoz chiqmay qolsa, yana bir chekamiz, birdam to'xtaymiz. Ikkinchi chekib olib, eshikning udil turmaymiz. Uydagi ayollarni ko'rib qolmasligimiz uchun, ko'zlarimiz haromga, nomahramlarga tushib qolmasligimiz uchun uyning yon tarafida turamiz. Darvozaning udil turmaymiz. Bu xato. Eshik chekkandan keyin kirishga ijozat bersa kiramiz, qaytib keting deb qolsa, uyga kirish bizga nisbatan qulaysiz bo'lib qolsa, qaytib keting desa qaytib ketamiz. Shuning o'zi ham bizning ko'zimizni haromdan saqlaydi, shuning bilan izzat ko'rishimiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining qalbini poklagan kishining dunyoda ham, oxiratda ham baxtga erishganligini bayon qilib, qad aflaha man tazakka va zakara isma robbihi fasalla. Haqiqatan qalbini pok qilgan odam utuq qozondi, baxtga erishdi, Parvardigorining ismini zikr qilgan, tiliga olgan, namoz o'qigan odam utuq qozondi, baxtga erishdi. Ular baxtga erishgan kishilar mushuda bayon qilgan. Cho'ng ko'plagan salaf ulamolar, mufassirlar bu tavhid degan, la ilaha illalloh degan bu tavhid kalimasi, u qalb uningdan poklanadigan iymon shu. Uningdan boshqa narsalardan qalb poklanmaydi. Agar qalbda bu tavhid kalimasi o'rin olmagan chaqda qalb poklanmaydi. Mana bu qalbning pokligi va ruhning pokligi, mana bu tavhid shu. Asli bizningki zaminga yaratilish bo'lgan maqsadimiz tavhid uchun yaratilganmiz. Tavhidning inson qalbida cho'nqur o'rinlashish uchun bu qalb poklik kerak ekan.
qalbni poklash uchun, qalbning pokligini saqlash va davomlashtirish uchun ko'zlarni haromdan yumish kerak ekan. Ko'zlarni haromdan yumgan chaqda Alloh tabarak va taolo uningga izzat ato qilgan. Shunga darsimizni xuloslagan chaqda ko'zlarni haromdan yumishning foydalari birinchi Alloh tabarak va taolo ko'zni haromdan yumgan kishiga iymonning lazzatini, iymonning halovatini tetdi. Ikkinchisi, ko'zni haromdan yumgan chaqda Alloh tabarak va taolo u insonning qalbiga nur ato qiladi va uning farosati sog'lom bo'ladi. Uchinchisi, inson ko'zni haromdan yumgan chaqda u insonning qalbi kuchaydi va mustahkam turadi. Alloh subhanahu va taolo uningga nusrat, sultonligiga erishadigan kuch-quvvat ato qiladi. Shayton u insondan qochadi. To'rtinchisi, inson Alloh tabarak va taologa itoat qilib, ko'zni haromdan yumgan chaqda u inson izzatga erishadi. Mana bu ko'zni haromdan yumishning foydalari. Alloh subhanahu va taolo har birimizga ko'zini haromdan yumalaydigan haqiqiy iymon va o'zining a'zolarini tizginlaydigan, boshqaroladigan kuch-quvvat, iqtidor ato qilsin. Alloh taolo har birimizga shu izzatlarni nasib qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.